Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Mana bizni ko'pkari qo'ylardan zotlarimizni yana aytib o'tamiz. Mana shu yigit ismi O'tkir Chopag'on bola. Bakor qilasizmi? Mana shu yigit tuman Bo'ztepa qishlog'i. Ikkita ot, bitta tuya olib berib ketaveraman, kuzatib borasiz. Assalomu kuzatuvchilar, mana ko'pkariga uloqni tayyorlayapti. Kuzatamiz. Keling. Aka, jarayon qanday bo'ladi? Uloqni tayyorlash jarayoni. Mesela uloqni kesdi, bo'yinlarini oldi. Buning ustiga, takaning ustiga ho'kizning terisini qoplayapti mana. Oddiy buguz bilan tikib, terisidan yirtilib ketmasin o'zi. Necha kilo chiqadi? 68 kilo. 68 kilo chiqar ekan. O'shancha ko'pkar chopadigan haqiqiy polvon bo'lar ekan. Otni ustida turib, mana shu uloqni tepaga ko'tarish osonmi? O'shancha polvon zot deydi. Kuzatishda davom et. Terisini, batinka tikani, tona terisini ustiga kiydirib tikyapti. Bizi chopag'onlarimiz ko'pkariga shaylanyapti. Mana yigitlar ko'pkariga uloq chopar ekan. Necha yoshdasiz? 3 yoshda. O'ylayapsizmi 3 yoshda? Siz necha yoshdasiz? 12 yoshda bolalar, ko'ryapsiz. Boshlanadi, chopag'onlar bitta start berishiga. Mana otda chopag'onlar hammasi otda. Endi boshlariga davom etib ketaveringizlar. Yosh chopag'onlar. Ha, yosh chopag'onlar. Bolalar hamma. Ko'pkarida bako'limiz, O'tkirboy. O'tkirboy bo'lar, mana boshlanadi. Takalar tushgan, tomosha qilasiz. Necha yoshdasan? 11 yoshda ekan mana shu bola. Qara ot ustida qanday yuribdi. Hozir. Kuyruk takası mana chopag'on. Hayatni tutur, farmasi yo'q. Bitta shaylantirib. Chopag'onlar. $100 pulim var. Yakkalab falanlaysan chopag'on. Bekoru falan degan chaq deysan. Hayda. Hayda bo'lasan. Hayda bo'lasan. Yakkalaysan. Katta